biz hayatımızda qandaq odamlardan cho'qim hazar aylab yiroq turishimiz kerak bilamsiz? Eski, vijdonsiz, nomard odamdan chuqur yiroq turish kerak deb o'ylayman. Unday emas. Bu biz eski deb qaragan odamlar qarang. Yoki o'zini men eski deb qaragan odamlar. Bu bizga jiq ziyon sololmaydi o'chu. Masalan, o'g'ri. U o'g'ri o jiq ziyon sololmaydi bizga. Bizning hayotimizda ya 200 koy ya 500 koy pulimizni elib ola oladi u. Men ana telefonimni o'g'irlab ketgan endi. Shunchalik ziyon soladi u. Uningdan ig'ir ziyon sololmaydi. Lekin bizga haqiqiy hayotimizga diya qo'yadigan qarang. Bizni xonni vayron qilib, ko'chalarda rasvo, saz qilib yotadigan kishilar qanday kishilar bilamsiz? O'zini yaxshi deb qaraydigan eski kishilar. O'zini eskiligini bilmaydigan, o'zini men qattiq yaxshi odam deb qaraydigan dört odamlar. O'zidan boshqa bu jahonda yaxshi odam yo'q. Shunga bu eski odamlarni mandaq bir necha turga bo'lishimiz mumkin. Masalan, o'g'ri, fohisha, angiza, saxtbaz, qo'ymichi. Mana qarang, eski odamlar ichidagi yaxshi odamlar bu. Tushundingizmi? Chunki bular o'zining qilayotgan ishiningki eskiligini bilgachga, o'g'irlikcha, yoshirincha, tushundingizmi? Xalqlarga chandumay qiladi. U eski bo'lgan bilan aqlliqcha bu. Bularningki jajisi pul, jajisi manfaat. Bularning manfaat qanoatlansa, bo'ldi. Bulni xaplik tugaydi, ketadi. Sizni qo'yib birdi o'shadilar. Sizni qo'yib birdi. Bulni pul bilan digini berib qutula olaysiz bo'ldimchi? Lekin shundaq bir turkum odamlar borki, bularchi o'zini qattiq oq ko'ngil, mard, vijdonliq deb o'ylaydi. Bular haqqoniyatning nomida, muhabbatning nomida, samimiyatning nomida, axloqning gapini, axloq, rostchilik, vijdonning nomida turib, boshqalarni xonni vayron qilib ketadi. Bular ham dört, ham eski. Tushundingizmi? Ham qasddan qilamdi ekan deyman. To'g'ri, qasddan qiladi, to'g'ri. Bular yaxshi ko'rinadigan eski odamlar. To'g'ri. Bular eski odamning ichidagi eski odamlar cho'ma. Mallar bilan aplashib kelib qolsangiz, bularni ya pul yurib, ya manfaatini qanoatlantirib qutlanmaysiz. Bular sizning jiningizni olmoqcha, sizni ko'chalarda rasvo qilib, ishtallaringizni, ko'sallaringizni soldirib olmoqcha, sizni qo'yib qo'ymaydi. Tehi choplashib olsa, to'qning po'qidek qutlish qilolmaydi. Hargiz qutluq olmaydi. Sizga uylab birib bo'lsa-mu, sizni bir umr vijdon azobida qo'yib, sizni o'lgandimi battar hayotga qo'yib qo'ydi-chu. Endi buni nima deymiz deysangiz, davlat tilida buni cho'n deymiz. Endi buni o'zimizning tilida nurg'ul odam dört deb tarjima qilibdi. Bu tarjim to'g'ri emas. Sal ojiz gap qilibdi. Dört deganlik biz odatda buni ijobiy g'ishiltimiz-chu. Delta deb tarjima qilish kerak buni. Delta misal bo'sh gap qilgandek his qildim. Delta 2 dan o'labsan. Bu cho'n, bu delta odamlar qarang, jamiyatga, oilaga, muhabbat bo'lgan ziyni intayin kuchli. Masalan, bir avtobus shofiri avtobus bekatidan o'tib ketdi, bir tushunmadi. Bu delta 2 dan o'lgan odam bo'lsa, nemishki meni buzak qiladi ma shofir? Nemishki men meni buzak qilsa, men tushishim kerak. Sen degan bir ayol kishini buzak qilding, sen degan bir qirg'otinni buzak qilding, sen deganlik vijdonsiz, nomard, sen deganlik shu qarniyat go'y deb berib shofirning ruliga esilib tushib ketgan neni avtobuslar bor. Mush to'g'risida maxsus qonun chiqadi-ku. Shunlashqa ma delta odamlar fang bir xil mudofiadimi, tuzuk mudofaa qila olmaydi. Chunki bular eski degan topda emas-ku bular. Yaxshi ko'rinadigan topning ichida. Bular ma vijdonli, axloqli, ma topning ichidagi odamlar bu. Bularniki bunday qilish sababi hamda Sigmund Freudning nazariyasi bo'yicha biz hammamiz tug'ilganda vujudimizda shinbinning hissi binning bir barpo qilish kuchi bilan bir buzg'un qilish kuchi teng bo'ladi ekan-ku. Hisobda muhabbat bilan nafrat teng bor. Hisobda muhabbat xohish bilan nafrat xohish teng bor. Lekin o'sib ketish jarayonimizda atrofimizdagi muhit sababidan ba'zi odamlar to'xtamasdan nafratni boqadi qalbidagi. Tushundingizmi? Buning muhabbat kuchak bo'lib kichigida cho'nglanmaydi. Lekin buning nafrati shu yo'g'inab bu nafratdan beqib atrofdagi muhitcha, shunlar buning nafrat kuchayib, buning buzg'unlik qilish kuchi tashqi dunyoga teshib chiqadi. Shunlashqa bu xalqlarningki oilasini buzadi. Xalqlarning hayotini vayron qiladi. Lekin chataqiri bu uni bilmaydi.
lekin chataqgiri bu o'zininki bir buzg'unchilik qilayotganligini, xalqlarni qaslayotganligini, xalqlarning hayotiga hattoki jiniga egik selayotganligini bilmaydi bu. Bu o'zi men buni muhabbat uchun qildim. Sen yolg'on gap qilding. Sen yolg'on gap qilg'achqa sen bir yolg'onchi kazzab bilan yolg'on gap qilsang bo'lardi ekan. Deb bir yildan keyin siz uyingizga izlab kelib, sizlar urushidi. Tegim so'ranroqlar uyingizga o't qo'ydi. Nima ish bunday qilding desa, men yolg'on gap qilgan odamlarni rost gap qilgan o'zgartiraman. Men nomard odamlarni mard qilaman. Men vijdonsiz odamlarni vijdonli qilaman. Men haqqoniyat tarafda turib, naqchilik bilan, mard tarafda turib, nomardlik bilan kurash qilaman. Mandacho. Chunki qarang. Endi psixologiya nuqtasidan bir odamniki avval hissiyat bo'ladi. Tushundingizmi? Buning avval buzg'unchilik qilgan hissiyati buni berib, mushu uyni o't qo'y, mushu uyni boz, mushu odamni seni sazoyi qilib, shu hukm talqon qilib deb mandaq bir xil intilish bo'ladi buning qalbida. Oldin ba. Lekin hech qanday bir inson men eski bo'lgandan bunday qilma demaydi. Shu uni cho'qim bunday qilish xohishi bo'ldi. Bu mushunday qilish xohishiga bir bahona tepib, men xohishni to'g'rilaydim deb. Nim bahona topdi. Bu shu orqali tushundirdi. To'g'ri, o'ziga tushundirdimiş qilmishi. Bu nim bahona topdi. Bu men samimiy odam bo'lg'achqa, yolg'onchilik bilan kurash qilyapman. Men vijdonli odam bo'lg'achqa, men nomard qo'yma bu. Men undan kurash qilyapman. Deb mushg'ul haqqoniyatning to'rniga o'rnib olib, xalqlarni to'rda rasvo qilib, xalqlarniki uyga buzg'unchilik qilib, xalqlarni tillab, har xil to'r zo'ravonlik qilib, rasvo qilib, ko'chada shu tasqalida ishtonlarni ko'salarni soldirib oldi. Bu hargizmi bir muhabbatning kuchi emas. Bu nafratning kuchi. Shunglashqa men eski deb yuradigan kishilar. U eski odam bo'lishi notayin. Men yaxshi deb yuradigan kishilar, u yaxshi odam bo'lishi notayin. Biz yashimiz cho'ng'igan sari shuni his qilganmizki, biz eski deb qarab kelgan, ichadigan, chekidigan, ancha-muncha lukchaklik qiladiganlar biz o'ylagandek eski chiqmaydi ekan. Ular shu o'zining o'yinini o'ynasa bo'ldi, haq bilan nima qiyirishmaydi. Lekin shundaq editlik kostyumni qirlab kiyib, chashni keynik tarab, men deganlik, samimiy, men degan vijdon, men deganlik, shu axloq deb yuradigan kishilar, yeniq kelsangiz, ularning o'zi o'ylagandek aq emasligini bayqab qolasiz. Lekin chataqiri siz men yaxshi odam bilan o'tib tutdim, mard odam bilan o'tib tutdim deb buni uyingizga echidingizmi? Bo'ldi. Ko'rmagan kunni siz yaxshi deb qaragan, ishongan odamdan ko'rasiz. Chunki siz eski odamga boshdan fursat beramiz. Shuningcha bugungi kundagi fojia, rasvolik, har xil uvalchilik, xo'rliqning hammasi nerdan kelyapti? Biz yaxshi deb qo'ynimizga bosgan odam eski chiqib qoldi. Avo eskidimmi? Biz tunumug'idek darajada eski chiqib qolgan. Shuningcha men eski degan odam, u meningcha eski emas u.